Assalomu alaykum akajonim. Nima xizmat, nima bering? Bu kelingizga bir ikki narsa olmoqchi edim. Qanday so'rashni bilmayapman-da. Malol bexijolat nimalar kerakligini aytsangiz, o'zim tanlab beraman. Akinayim o'zlari kelmadilarmi? O'zlari tanlab ketardi. Yo'qda, kelingiz hozir tapsiz uni, tapib qilyapti-da qishloqda. Shu kunduzi tapib o'rab, kechasi kesasida shunga men ichimdanmi? Akinayim uchun o'zim ishlatadigan eng zo'r narsalarni tavsiya qilaman. Eng zo'r hidlarni beraman. Ularni hidiga kenayim uyarda tursin, o'zingiz ham maza qilasiz. Senga yana bitta narsa kerakda. Shu kelingiz tuqqanda. Akajonim, bizda 10 ta tuqqangan narsa bor. Qora joylarni ham oqartiradigan narsalaring bormi? Aynan qaysi joylarni oqartirish kerak? Bo'ldi, tushundim. Bu sovun varianti. Ham oqartiradi, ham davolab noxushliklarni yo'qotib beradi. Mana bunisi sprey varianti. Joyida momentalni oqartirib beradi. Mana bunisi oqartiruvchimizning krem varianti. Kelingiz quyoshda qoragan bo'ladimi shu? Yuzlarigami? Unda sizga do'konimizdagi eng zo'r SPF-kalardan beraman. Bo'ldimi? Yetadimi shular? To'xtang. Akajonim, mana bu ovoz ikkita qo'ldan chiqadi. Bitta qo'ldan chiqmaydi. O'zingizga ham narsa tayyorlab qo'ying. Kimni eri bo'lsa ham zo'r er ekan.